1325 Aluminium Store Roverimiz Roverlar ichida eng ko'p sotiladigan hadoy model hisoblanadi. Yana bittasini buni Mevazor joylashgan Dilshod deganimiz sexlarga qo'yib berdik. Hozir bu nimaga xarid qilganlarni o'zlari batafsil tushuntirib beradi. Biz shu internetda qaradik, hammasini solishtirib, frezerlarni shu stanokimizda to'xtaldik. Buni afzalligi 220 da ishlar ekan. 220 tok hamma joyda bor, bemalol borasiz, o'rnatasiz, qiyinchilik bo'lmaydi. Ko'p joyda ko'rganman, lazer stanok qo'yilgan bo'ladi. Lazer bilan Rover nima farqi bor? Rover lazerdan ko'ra tezroq. Misol uchun 2 3 ta 4 ta list qo'yib ham kessiz bo'ladi. Lazerda unaqa imkoniyatlar yo'q. Endi mayda detal bo'lmasa, Rover yaxshi. Shu Roverni xarid qilayotgan yoki o'ylanib turganlarga qanaqa maslahat bera olasiz? Ikkilanmasdan ovurish kerak. Agar bizdagi imенно reklama soha bo'lsa, bemalol yetadi. Lekin hamishni 220 da ishlaydi, hamma narsa zo'r. O'zini o'zi moylarkan, o'zini o'zi ventilator sovutadi, oshchi xizmat qilib ko'rsatishi ham kerak yo'q. Bizning ishga zo'r tushdi. Bundan oshig'i oshi уже bizda.